Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatuvchi obunachilarimiz juda ham ko'plar telefon qilyapti menga 2 kundan beri. Cobalt tablosida temperaturada datchik chiqarib beryapmiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz viloyatdan bo'ladi. Ko'plar kelib qidirib ham ketyapti. Samarqanddan, Jizzaxdan, Sirdaryodan, Qashqadaryo o'sha atrofdan borishimiz juda ham qiyin aka biz deyapti. O'sha uchun hozir sizlarga bitta zo'r narsani aytib o'taman. Endi meni har doim viloyatga ketsam, Surxondaryoga ketsam, kechasi yo'lga chiqardim. Endi hozir bitta g'oya tug'ilyapti. Endi bu g'oyani bizning klientlarimiz o'zi chiqarib beradi. Endi hozir bir kishi telefon qilyapti, 2 kishi telefon qildi. Aka deyapti, telefon qilib, men Samarqanddanman. Shu o'tib ketayotgan paytingiz qaysi vaqtda o'tsangiz 5 ta 6 ta mashina yig'ib qo'ysam, programma qilib o'tib keta olasizmi, shu sudachik chiqarib bera olasizmi degan narsani aytayapti klientimiz. Men aytdim, bo'ldi, o'ylab qarasam yaxshi, chunki men bir kun ishda qolmasdan undan ertaroq chiqib ketishim mumkinligini bilib turib, endi hozir bitta narsani aytib o'taman sizlarga. Misol uchun men 21-chисло kuni kechga chiqib ketishim kerak viloyatga. Endi shu 21-chисло kuni ertalab chiqib ketsam, men ertalab Toshkentdan chiqsam yo'lga, endi shu Toshkentdan to Surxondaryogacha qaysidir klientimiz mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, agar mana shu xizmatni qildirmoqchi niyatda bo'lsa, M39 shunday chiqib tursa, shunday qilib berib o'tib ketaveraman. 7 minut vaqt ketadi. Sizlarga shunday zo'r imkoniyatni beraman. Men shoshilmayman, shoshilmasdan borishni o'ylayapman hozir. Bitta ketaveramiz. Telefon qilingizlar, nechta mashina bo'lsa, shunday ko'chaga chiqib turadi, shunday qilib beraman, o'tib ketaveradi. 7 minut vaqt ketadi. O'zini zavodskiy tablosida temperatura datchik o'rnatib beramiz. Kelishlaringiz ham shart emas, prosta foydalansalaringiz bo'ldi. Shunday qilib berib o'tib ketaveraman. To Surxondaryogacha bo'lgan joygacha bemalol nechta mashina bo'lishidan qat'iy nazar qilib berib o'tib ketamiz. Endi shunaqa odamlar bo'ladi, aktiv odamlar bo'ladi, tanish bilish juda ko'p bo'ladi. O'sha uchun shunaqa odamlarga ham yana bitta imkoniyatimiz bor. Mabodo o'zingizning mashinangiz bor, sudachik qo'ydirishingiz kerak. Imkoningiz yo'q. Lekin tanish bilishingiz ko'p, shu narsani qildiraman degan tanish bilishingiz ko'p. O'sha odamnikini bepul qilib beramiz. Mabodo 5 ta, 6 ta, 10 ta mashina shunday topib qo'ysa, o'sha topgan inson, misol uchun klientlar topgan insonnikini bepul o'rnatib, shuni bepul qilib beriladi o'sha xizmat. Faqatgina o'sha klient topib qo'ysa bo'ladi. Agar o'zimiz donali klientlarimiz bo'lsa, shunday yo'l chetiga chiqib tursa, shunday telefon qiladi. Telefonlash vaqtiga qarab bemalol o'sha xizmatni qilib berib o'tib ketaveramiz. Nima deysizlar? O'sha kommentariyaga yozinglar, agar to'g'ri fikr bo'lsa, qildiramiz, qildirmaymiz, ana shunaqa narsani aytsalar, men o'shanga qarab ish tutaman. Shuning uchun video murojaat qilyapman. Bemalol shu xizmatdan foydalansalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa mashinaga zarar yo'q, birga bir ishlaydi. Mexanikaga ham qo'ysa bo'ladi, avtomat mexanika farqi yo'q. Birga bir ishlaydi, akkumulyator ustida ham o'chib ketmaydi. Zavodskiy holatda birga bir ishlaydigan datchik. O'sha uchun kelishlaringizda ham hojati yo'q. Shunaqa imkoniyatdan foydalaningizlar. Videoni maksimal tanishlarga tarqatib qo'yingizlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol mana shu narsani qilsak bo'ladi. 21-may kuni ertalab yo'lga chiqaman. Endi Surxondaryoga borguncha nechta klient bo'lsa, shunday qilib berib o'tib ketaveraman. Bemalol M39 dan yo'l chetiga chiqib turishlaringiz kerak. Qanaqa fikr? Kommentariyada izoh qoldirib bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Hammani kommentarlarni bitta o'qib, shunga qarab rejani tuzamiz. Keyin mana shu nomer ishlab turadi. 95lik kodi bilan 339 43 43. Shu nomerga telefon qilsalaringiz bemalol telefonlashib aloqa qilsak bo'ladi. Toshkent Sergelidan yo'lga chiqaman. O'shani ham aytib qo'yayin. Telefon postoyan ishlab turadi. Telegramim ham bor, Telegramdan yozsalaringiz ham bo'ladi. Vaqtini kelishib ketaveramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Yangiliklar hali oldinda.